Qara bolam, molni sotsang aybini aytib sot degan gap bor. To'ppa-to'g'ri dada. Bu yil mollarga yashin degan qorami iflos kasal tarqadi-da. Ha, indamen dada o'zi zo'rg'a tuzatib oldik. Bozorga olib chiqdik, hammasini sotib yo'qotamiz. Xo'p. Ya olam nech pulachani ola. Dada, mol kasal bo'lganini aytib sotamizmi? Yara, sekiroq gapir, kasal bo'lganini aytsang bir olmaydi-yu. Dada o'zingiz aytdingiz, molda aybini aytib sotdim deb. Garang, men aybini dedim, kasalni aytmadim. Bular ham issiqcha kasal bo'ladi. Kallang ishlar. Qara bolam, mollarni o'yga baylab qo'ydim. Ushab o'zing sot. Birov so'rasa dehqonchilik 2 sinfdan beri o'zim dalada baqaman deyvaro. Oba qara, odamlar ichida meni bozorda dada devorman. Ha, nimaga dada? Hayvon, meni g'ulom mol purishib qo'yibdi. Meni o'g'rimligini bilsam, birov sendan mol olmaydi. Garang. Dada yolg'on gapirib sotamizmi? Pokizachanlar. Mol bozorda soqol mol purisham yolg'on ishlatar ijolataman. Agar bizni sotolmasak, keyin bo'lsa sahar qorong'ida sotvoramiz, keyin bizni topolmaydi. Keyin qara, molni 6 oyda 2 marta tug'adi yuboraverishdimi? Tezroq sotiladi. Nech pul bu? Ozgina ko'tib olganda. Yaxshi. Nech pul? Hammani moli sotilib ketaveradi, bizniki sotilmaydi. O'g'lim nima bo'lyapti, so'rashyaptimi? Hech kim so'ragan yo'q dada. Intriga qilamiz yigitlar. Qara bolam. Odamlar ko'ziga qo'lini ushlab 15 millionga berasiz. Atelapdan savdo qilaman. Sen bezrab yo'q deb turaverasan, odamlar ko'rib savdo yurib ketashdimi? Xo'p dada. Qara hozir. Kelib qo'lni bering. 15 millionga barakami? To'g'ri kelmaydi tog'a. Sog'ib ishchani olyapman, bering 15 millionga. To'g'ri kelmaydi tog'a. To'g'ri kelmasa ko'ndalang kelar. Qarang, oxiringiz 20 millionga bersak oldim baraka. 20 millionga. Baraka 20 millionga oling. Bolam o'lga, dadangga sotma, men o'zing dadamman, odamlarga qilyapti xolos. Dada nima qilay 20 million zo'r pulda. Sendan mol puli chiqmaydi. Sen shanba kuni Sharxonga olib sotamiz. Chet uyga hayda. Qara, qorash. Qaysi duolaringda so'rading bozordan sotilmay qaytib kelaydi, va? Dada topdim. Nimani topding? Ayinimi? Yo'q dada, mol sotish yo'lini topdim. Qanaqa qilib sotarkan? Telefoningizni berib turing, agar telefoningiz iPhone bo'lsa, App Store orqali tortasiz. Agar telefoningiz Android bo'lsa, Play Marketga Animal Uz deb yozib, skachat qilasiz. U platforma yangi chiqibdi. Dadajon, hattoki besplatniy ekan. Xo'p, maqsad ko'p. Qarang dada, bu platformada barcha uy hayvonlari bor ekan. Mol, qo'y, mishiq, it, baliq, nima parrandachiz bor. Hatto ularning ozuqalari, dori vositalari, vet texnikasi, hattoki yetkazib berish mashinasigacha bor ekan dada. Zo'r ekani bu, ha. Endi izdillab mol bozorlarga mol etalab chiqmaymiz ekanda. YouTubedan soatlab video ko'rmaymiz ekan. Eshitdingmi? Hammani sotaman. Bu yangi dedi mol purishni eshitib borib, orqasi oltosh boradi. To'g'ri mol purishlar. Жизнь в Ташкенте хороша, жизнь проходит не спеша.